Dasturlarimiz davom etadi. Bu Studiya 24. Assalomu alaykum. Vaqt o'z hukmini o'tkazib, siz u bizni Navro'z olam sari yaqinlashtirmoqda. Do'stlik, ahillikka, birdamlikka chorlovchi Navro'z insonparvarlik, bag'rikenglik bayrami. Yangi marralar, yangi maqsadlar sari chorlovchi ayyom sifatida ham har birimizga qadrli. Yangi kun. Istiqbolga bo'lgan katta ishonchni qalbiga tuygan har bir yurtdoshimiz uchun bugungi osuda hayot, tinch, farovon kunlarga shukronalik nishonasi bu ayyom. Davlatimiz rahbarining bu yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, unga tayyorgarlik allaqachon boshlanib ketgan. Tanishing, studiyamiz mehmonlari O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi Feruza Jumaniyozova, Yangi O'zbekiston universiteti prorektori Hilola Nazirova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mamlakatimiz rahbarining bu yilgi Navro'z umumxalq bayramiga tayyorgarlik ko'rish hamda uni munosib o'tkazish to'g'risidagi qarorga muvofiq joriy yil bayramni biz qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z degan bosh g'oya asosida nishonlaymiz. Mana shu qarorda belgilangan chora-tadbirlar, vazifalar xususida fikringiz qanday? Umuman olganda Navro'z falsafasi bilan mamlakatimiz siyosati o'rtasidagi hamohanglikni nimalarda ko'rasiz? Avvalambor bu hamohanglik tarixan ko'zga tashlanadi. Ya'ni men ham Feruza ham o'sha bir vaqtning o'zida Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti manbalar bilan ishlaymiz va bu hamohanglikni fevral oyidagi dehqonchilikka berilgan e'tibordan, ya'ni o'ylaymizki Navro'z aslida 21-martdan boshlanadi. Yo'q, aslida Navro'z ancha oldin boshlanadi va tarixiy manbalarda buni bir qancha isbotlari bor va bu yil ham o'sha qadriyatlarning baland bo'lsa Navro'z shiori ostida o'tkazilayotgan Navro'z aslida qarordan ancha oldin xalqimiz tomonidan boshlab berilgandi. O'zim ham mana Oliy ta'lim vazirligi tizimida o'sha Yangi O'zbekiston universiteti prorektori hisoblanaman va talabalar, xususan bizni universitetda to'liq ingliz tilida o'qitiladi va chet tilli professorlarimizni shu bayramni kutib yashayotgani yoki har bir ko'chada o'zgarishlarni ko'rib bildirayotgan fikridan ham quvonib ketmoqdaman. Shu sumalak haqida ham to'xtalib o'tmoqchiman. Ya'ni professor o'qituvchilarimizga, talabalarimiz tomonidan shunaqa Navro'zni o'ziga xos bo'lgan milliy taomlari bor ekan, shuni o'rganib izlanishmoqda va umumiy holatda ma'naviy sohada ham har bitta oliy ta'lim muassasasi Navro'zga bag'ishlangan turli sayllar, musobaqalar va tadbirlar o'tkazib bormoqda. Bu esa o'z navbatida Navro'zni shukuhini hamma tomonlama taratmoqda. Navro'z mafkurasi bevosita mamlakatimizda olib borilayotgan, davlatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat bilan hamohang desak bo'ladi. Mana shu qarorda belgilab qo'yilgan vazifalardan ham bunga ishonch hosil qilish mumkin. Jumladan men bularga to'xtalib o'tmoqchi edim. Bunda masalan insonparvarlik, bag'rikenglik hamda qadriyatlarni asrab avaylash va ularni kelajak avlodlarga yetkazish hamda yashil makon, ona tabiatga mehr, uning har bir zarrasini, undagi har bir jonzotlarga bo'lgan mehr, ularni asrab avaylash hamda mana shu dehqonchilik hamda boshqa mana shu sohalarda ham faoliyatlarni yanada mustahkamlash aytilgan. O'zi biz tarixga nazar soladigan bo'lsak, Navro'z yasharish, yangilanish bayrami bo'lishi bilan birga barcha jamiki o'sha tabiat go'zalliklarining bir majmuasi hisoblanadi. Hamda Navro'zda o'sha insonparvarlik, mehr, muhabbat kishilarga, xalqqa ulashilishini ham ko'rib o'tishimiz mumkin va qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z g'oyasida ham mana bosh so'z bu qadriyatlarga asosiy e'tibor qaratiladi. Sababi mana biz shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir global dunyoda yashayapmiz va mana shu globallashuv sharoitida har bir millat o'zining milliyligini saqlab qolish uchun, uni kelajak avlodga asrab avaylab yetkazish uchun hamda mana bu barcha tabiat resurslarini asrash, suvga, tuproqqa, havoga, daraxtlarga, umuman ona tabiatning barcha zarralariga o'sha mehr muhabbatni yanada kuchaytirish maqsadida shular nazarda tutilgan. Navro'z bu juda qadimiy bayramlarimizdan biri hisoblanadi. Navro'z bu turkiy xalqlarning yangi kun, yangi yil bayrami hisoblanadi. Hattoki uni qadimgi manbalarda o'sha yil boshi deb nomlashadi. Sharqona yangi yil deb nomlashadi. Navro'z o'zining turli xil o'sha belgilari bilan kirib keladi. Mana hozirda qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida
ko'chalarda, masalan oddiy ko'chalardan boshlab barcha muassasalarda Navro'zga alohida bir tayyorgarlik bilan yondashilayotganini ko'rish, his qilish, quvonish mumkin. Mana tabiatimiz ham bir tomondan uyg'onib, bizni o'sha yana quyoshli havolar bilan, yoqimli yomg'irlar bilan siylay boshladi. Bu yanada o'sha qishning suronli kunlaridan, uzun tunlaridan eson-omon chiqib, mana shu kunlarga yetib kelganligimizni bir quvonchli nishonlash sifatida qilinadigan bir ayyomlardan bu odamlarga o'zgacha kayfiyat bermoqda. Albatta, bu yanada o'sha xush kayfiyat ulashib va bu mehrni bir-birimizga ulashishimizda katta yordam beradi. Qarorda belgilanganidek, mana shu Navro'zning buyilgi, Navro'zning bosh g'oyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z degan bosh g'oya, milliy urf-odatlarimiz, an'ana, qadriyatlarimiz, bularning har bittasi qadriyat aslida. Hozir mana siz aytib o'tdingiz, tarixiy manbalar bilan, yozma, qadimgi manbalar bilan ishlaymiz deb. Mana shu qadriyatlarning ham oladigan bo'lsak, obodonlashtirish ishlari deymizmi, hashar deymizmi, sumalak sayillarimi yoki milliy o'yinlar, ularning har birining o'ziga yarasha tarixi bor, to'g'rimi? Mana shular yoshlarni, bugun yoshlarni tarbiyalashda qanchalik muhim? Bu albatta juda muhim. Avvalambor agar o'zimiz soham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, yoshlar siyosatida ham har bitta bayramni o'sha milliy, dunyoviy va boshqa turdagi ajratiladigan bo'lsa, Navro'z hamma faktorlarga javob beradigan, barchasini birlashtiradigan. Shuning uchun ham UNESCO tomonidan o'sha umum e'tirof etilgan bayramlar ro'yxatiga kiritilgan. Xususan prezidentimiz 2023-yil 19-martda BMTning bosh assambleyasida nutq so'zlaganlarida ham o'sha Turkiy dunyo davlatining rahbarlari bilan hamkorlikda shu Navro'z bayramiga ham alohida to'xtalib o'tilgandilar va to'g'ri aytib o'tdingiz, zamon shiddat bilan o'zgarmoqda va O'zbekiston undan-da shiddatliroq o'zgarishlar olib bormoqda. Ya'ni tashqi siyosatimizda ham, ichki siyosatimizda ham shiddatlikni ko'zga tashlamoqda va bu talabalar kayfiyatida ham mavjud. Misol uchun talabalarimiz faqatgina yon atrofdagi qo'shni universitet yoki qo'shni mahalla bilan emas, balkim Turkiy davlatlar kengashi yoshlari bilan hamkorlikda Navro'zni nishonlash, ularni urf-odatlarini o'rganish, ya'ni umummilliy, qadriyat bo'lgan bayramni qanday nishonlash haqida ham o'zaro bahslar va munozaralar olib borilmoqda. Bu esa albatta o'sha bizning olib borilayotgan tashqi siyosatdagi ochiqlik siyosatini belgilashimiz mumkin. Tarixiy manbalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, o'sha bitta misol qilib keltiraman. Xorazmda Navro'zi Sultoniya deb alohida qayd etiladi. Bu Navro'z 19-fevralda kirib kelgan, ya'ni yerning uyg'onishi va bir oy davomida davom etgan va bundan ham ko'rinib turibdiki, odamlarning o'sha bayram shukuhi bir oy davomida davom etgan va xonlik tomonidan ham shu kunlarga maxsus bozorlar uyushtirilgan, Navro'z bozorlari bo'lingan va savdo-sotiq yaxshilangan va xuddi shu narsani biz hozir mana zamonaviy dunyoda yarmarkalar yoki bu yilgi mana yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qildi. Kuni kecha ham Mirzo Ulug'bek tumanidagi o'sha City Parkda ham katta bir sayl o'tkazildi. Bizni Yangi O'zbekiston universitetining talabalari jumladan startap loyihalarida ishtirok etishdi va shu bilan birga Toshkent shahrida joylashgan barcha banklarning xodimlari kelishdi va talabalarni loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha tet-a-tet, ya'ni yuzma-yuz jarayonlar olib borildi. Bu ham o'sha Navro'z kirib kelganini bog'lashimiz mumkin. O'zi qadriyatlar deb nomlangani ham bejiz emas. Qadriyatlar bu qadrlanadigan narsa. Ya'ni o'tmishda shu avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadriyatlarni asrab avaylash maqsadida ham mana shu bayramlar o'tkaziladi, sayillar, xalq sayillari tashkil qilinadi. O'zi Navro'zni tarixiga qaraydigan bo'lsak, o'sha Eron podshosi Jamshidning g'ildirakli aravalarda chiqishi hamda mamlakatida islohot o'tkazishi va yana bir tarafi bor, o'sha shakar qamishdan shakar olib xalqqa ulashganligi va odamlar bu shakarni tatib ko'rib yuzlarida kulgu tabassum paydo bo'lganligi, ya'ni qish davomida ancha toliqib qolgan tanalariga o'sha jon baxsh, qayta quvvat baxsh bo'lganligi ham aytiladi va odamlar quvonib, o'yin kulgular qilib va o'sha tanalarida yanada kuchga to'lib
har xil milliy o'yinlar, kurashlar, musobaqalar, arqon tortishlar o'tkazganliklari aytiladi va shu an'ana davom etib kelganligi ham bor. Endi turkiy xalqlarning Navro'ziga qaraydigan bo'lsak, ular ham mana shu Navro'z bayramida, ya'ni 20-mart, 21-mart kunlariga to'g'ri kelgan taxminan va qadimgi manbalarda o'sha baland tepaliklarga, yaylovlarning tepasiga chiqib, otlarni sanash, askarlarni sanash va quvonib mana shu kunni bayram qilib, ovqatlar pishirib, chiroyli o'tkazganligi aytiladi. Navro'z deganimizda bevosita o'zi aqlimizga sayillar, ularda aytiladigan baxshilar tomonidan kuylanadigan turli xil dostonlar, ya'ni eskidan og'izdan og'izga o'tib kelayotgan kuy qo'shiq laparlar, Navro'z qo'shiqlari, boychechak haqidagi qo'shiqlar va albatta milliy o'yinlarimizning 3 mashhur turi. Birinchisi ko'pkari, ikkinchisi kamondan o'q otish, u qadimda o'sha oltin qaboq deb ham nomlangan va uchinchisi milliy kurashimiz ko'z oldimizga keladi va bolalarning beshtosh, oshiq o'yinlari kabi o'yinlarni o'ynayotgani gavdalanadi va milliy kiyimlardagi qiz juvonlarning o'sha raqslari hamda laparlari ham ko'z oldimizda gavdalanadi. Ya'ni mana shu qadriyatlar albatta faqat Navro'zda emas, ya'ni yil davomida ularga murojaat qilishni bizga o'rgatishga harakat qiladi va bundan tashqari Navro'zdona kayfiyat, ya'ni bahoriy kayfiyat yil davomida kishiga hamrohlik qiladi va yetishib kelayotgan yosh avlod mana shu qadimdan shunaqangi qadriyatlarimiz bor ekanligini va ularni asrab avaylashni o'zini maqsadi qilib belgilaydi. Albatta. Qadriyatlarni olish mexanizmiga nazar tashlaydigan bo'lsak, sharq manbalarida asosan misol uchun klassik adabiyot, mumtoz adabiyot bor va og'zaki ma'lumot bor. Feruzaxon to'g'ri aytdilar, o'sha baxshichilik va odatda baxshichilar tomonidan, ya'ni Alpomish dostonini siz klassik mumtoz adabiyotda uchratmaysiz. Lekin Navro'z shunday xususiyatga egaki, u ham og'zaki tarixda ham, yozma klassik ilmiy mumtoz adabiyotda ham o'z aksini topgan. Shuning uchun ham, ya'ni shuni o'ziyoq Navro'zni qanchalik qadriyatga ega, muhim ekanligini ko'rsatadi va bu qadriyatni biz o'sha asrlar oshi faqatgina kuchayib borganini, shakllari o'zgarib yanada go'zallashib borganini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bizgacha yetib kelgan mana shu yozma ilmiy adabiyotda Navro'z bilan bog'liq juda ham ko'p ma'lumotlar bor, manbalar bor. Bu jarayonda Hazrat Navoiyning har kuning Navro'z bo'lsin degan satrini yodga olmaslikning iloji yo'q. Mana 600 asrdan 600 yil avval aytilgan g'oyani zamirda ham albatta o'ziga xos bu hikmat bor. Bunday manbalar juda ham ko'p. Bu yilgi Navro'z ham Moh Ramazonga to'g'ri kelmoqda. Ezgulik va saxovat oyining mazmuni bilan Navro'z mohiyati qanchalik bir-biriga mos? O'zi Xivaxonlarini manbalarida ham, misol uchun Qo'ng'irotlar sulolasini o'sha Firdavsil Iqboldan to o'sha Shohida Iqbolgacha bo'lgan davrda ham bitta narsaga alohida ta'kidlanadi. Mohi Ramazon bilan Navro'zni bittada kelishi va shu burch ostida kimnidir tug'ilishi bu baxt iqboli natijasida hisoblanadi. Xuddi shu Muhammad Rahimxon 2da bo'lgan, ya'ni Feruz ham Navro'zda tug'ilgan va Sher Muhammad Munis yoki Muhammad Rizo Ogohiy tomonidan shu narsa alohida qayd etiladi. Ya'ni Navro'zni o'sha dehqonchilikdan tashqari xronologik jihatdan ham juda muhim sana hisoblangan va bu sanada tug'ilgan insonlarni ham burji va toli baland bo'ladi deb ishonilgan va buni biz boshqa qo'lyozmalarda ham ko'ramiz. Va aynan shu ikkala oyda, ya'ni saxovat, ezgulik oyi bo'lgan tarannum etiladigan oyda qo'shaloq bayram bo'lishi bir necha bor manbalarda ta'kidlangan. Yuqorida aytib o'tilgan fikrlarni to'ldirib o'tmoqchiman. Navro'zda ham, mana shu muqaddas oyimiz Mohi Ramazonda ham bosh g'oya o'sha insonparvarlik g'oyasi hisoblanadi va ikkalovining ham mafkurasi deyarli to'la-to'kis bir-biriga mos keladi. Ikkalovida ham o'sha kishilarga mehr saxovat ulashish, keksalarni xabarini olish, yoshlarga o'sha pand nasihatlar orqali ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish hamda o'sha yordamga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash, saxovat ulashish kabi va albatta bu ikkita bayramning bir oyga to'g'ri kelishi yanada mana shu insonparvarlik g'oyalarining kuchayishiga, keng ommalashishiga, keng yoyilishiga sabab bo'ladi. Mana hozirda juda ham ko'p xayriya ishlari amalga oshirilganini ko'ryapmiz. Davlatimiz tomonidan
qo'llab-quvvatlanayotganini, ya'ni muhtoj qatlam, ehtiyojmand aholiga ehtiyojmand aholini muhofaza qilish agentligi yoki bo'lmasa o'sha har bir inson qo'lidan kelgan yaxshilikni yordam berishga harakat qilib, misol uchun Yangi O'zbekiston universiteti talabalari tomonidan ham o'sha Najot Charity degan klub bor va shu klub o'g'il-qizlarimiz tomonidan mablag'lar yig'iladi va ehtiyojmand bo'lgan oilalarga taqdim etiladi va buni har bitta oliy ta'lim muassasasi misolida ko'plab keltirishimiz mumkin. Albatta. Tarixiy manbalarda ham o'zi Navruz shu hayit bayrami sifatida aytilgan yoki so'g'diylarning va qadimgi xorazmliklarning hayit bayramlari deb eslatilganini ham ko'rishimiz mumkin va mana shu kunlarda ya'ni hayit bilan albatta qiyoslanishi Navruz bayramida ham hamda o'sha mohi Ramazonda keladigan hayit bayramida ham insonparvarlik ulashish, mehr ulashish ikkalovi ham amalga oshirilishini nazarda tutadi. Albatta bu yil Navruz shukuhi hayit bayramlariga, ayyomlariga ulanib ketadi. Bunda ham bir o'ziga xos hikmatni ko'rish mumkin, xosiyatni ko'rish mumkin. Qolaversa prezidentimizni mana shu Navruz bilan bog'liq qarorida ham aynan muborak oyda xayr, saxovat mana shunday ishlarni ko'paytirish, kuchaytirish chora-tadbirlari belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda UNESCO tomonidan aytib o'tganingizdek, Navruz insoniyatning nomoddiy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Qolaversa 21 mart BMT Bosh Assambleyasi tomonidan xalqaro kun sifatida ham e'tirof etilgan. Ushbu bayram dunyoning 10 dan ortiq sharq xalqlarida, Yevrosiyo xalqlarida nishonlanadi. Dunyoda hozir juda ham murakkab vaziyat, aytib o'tganingizdek, tahlikali, shiddatli bir zamonda yashayapmiz. Navruzning falsafasi tinchlik, ezgulik hisobga oladigan bo'lsak, bugungi kunda u juda ham zarur, to'g'rimi? Butun dunyodagi barcha xalqlarga, davlatlarga zarur u. Xuddi shunday, xususan shu tashqi siyosatimizni ochiqlik siyosatiga qadam yaxshi imkoniyatlar berilmoqda. Misol uchun o'sha Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Navro'zni rasman nishonlanadigan turkiy xalqlar bo'ladimi yo siz aytganingizdek Sharq va Yevrosiyo xalqlari bo'ladimi? Ular ham misol uchun Toshkent shahridagi Navro'z anhor parkida juda katta miqyosda nishonlanmoqda. Bu esa bevosita o'sha millatlararo do'stlikni mustahkamlashga, ularning madaniyati bilan tanishishga bevosita guvohi bo'lamiz va ketma-ket shu bayram kunlari bo'lgani uchun ham ichki turizm ham rivojlanmoqda. Ya'ni oldindan, bir oy oldin, 2 oy oldin har bir ishlayotgan yoki o'sha uyda biror bir faoliyatni yuritayotgan inson shu Navruzda xudo xolisa shu viloyatga boraman, shu joyni ko'raman, shu joyi naqasini o'rganib kelaman va yildan yilga shu narsa alohida ko'zga tashlanmoqdaki, har bir viloyatning Navruzga oid biror bir milliy taomi qaytadan kashf qilinmoqda. Ya'ni u bo'lgan milliy xususiyati yuzaga chiqmoqda, iziga tushmoqda va u ommalashmoqda. Shu ham juda katta rezonanslarga sabab bo'lmoqda. Ya'ni birgina sumalakni olib qaraydigan bo'lsak, Qashqadaryoda bu sal qattiqroq, ya'ni quyuqroq, Toshkentda sal suyuqroq, Jizzax yoki boshqa viloyatlarni olib qarasa, unda Buxoroda misol uchun holvatar tarzdagi qattiqlashish jarayonlarini ko'ramiz. Har bitta hududning o'ziga xos tayyorlash usullari borligini va o'zaro viloyatlar o'rtasidagi o'sha Navruzga bo'lgan mehr muhabbatni qanday tayyorlanishi va shu mohi Ramazon oyi bilan to'g'ri kelgani bevosita o'sha sumalakni keng miqyosda mahallalarga tarqatilishi yoki tadbirlarni uyushtirilishiga ham sabab bo'lmoqda. Bu har kuni o'sha ijtimoiy tarmoq bo'ladimi, ommaviy axborot vositalari bo'ladimi, milliy kiyimlardagi o'g'il-qizlarimizni, yosh qarilarimizni bayram shukuhini ko'rib, insonni ham kayfiyati ko'tarilmoqda. Albatta, bu o'z navbatida aytib o'tganingizdek, ichki turizm rivojiga ham juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yana tarixga murojaat qilishdan boshlasam, Navruz o'sha oylarning toji hisoblangan qadimda va mohi Ramazon ham albatta shunaqa xususiyatga ega, u ham oylarning toji hisoblanadi. Ikkalovida ham mana hozir ikkalovi bir davrga to'g'ri kelgan. Bunda ham albatta juda ko'p hikmat bor. Mana shunaqa paytda urushlar to'xtatilgan. Davlatlar yoki qabilalar o'rtasida yoki oilalar o'rtasida qanaqadir munozarali masalalar nizolarga barham berilib, bir-biridan kechirim so'ralgan. Barchagina qudratlarni unutishga e'tibor berilganki, e'tibor bersangiz, sumalak tarqatilganda ham o'sha shu yili
mayit ya'ni o'lim yuz bergan, yo'qotish yuz bergan xonadonga birinchi marta sumalak olib borib, birinchi bo'lib shu xonadonga sumalak ulashilgan. Bu ham ya'ni yaqinini yo'qotgan insonlarga yoki boshiga musibat tushgan oilaga katta bir mehr ko'rsatish, dalda berish orqali mana shu sumalak olib borish odati orqali ifodalangan. Shunday ekan, mana hozir juda bir shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda yashayapmiz. Albatta Navro'z kabi bayramlarning davlat miqyosida katta nishonlanishi va u haqda mana shunaqangi qarorlarda vazifalar belgilanib, ular chiroyli ravishda ijro etilishi juda bir yaxshi ishlardan biri, hamda Navro'zning mana shu BMT tomonidan bir katta e'tibor bilan e'tirof etilishi ham mana shu aytib o'tilgan fikrlarni bir isboti bo'ladi. Albatta buni zamirida barcha shu yuqorida aytib o'tganimizdek gumanizm, bag'ri kenglik, bir-biriga mehr ko'rsatish kabi o'sha yuksak tuyg'ular yotadi. Albatta qaniydi butun dunyoda mana shu bayram nishonlansa, balki hozirgidek mana shunday nizolarga, qandaydir mojarolarga hech qanday to'xtatilgan bo'lardi ular, to'g'rimi? Ular butunlay barham topib, ularga chek qo'yilgan bo'larmidi degan fikrimiz ham yo'q emas. Hilola Yangi O'zbekiston universiteti prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan universitet, oliy ta'lim tizimimizning lokomotiv universitetlaridan bittasi. Bu yerda bugungi kunda juda ham ko'plab xorijlik mutaxassislar faoliyat olib borishadi. Ularni Navro'zga nisbatan munosabati qanday, qiziqishi qanday? Nimalarga guvoh bo'ldingiz? Avvalambor chet ellik professorlarimiz uchun O'zbekistondagi har bitta kun biror bir kashfiyot bilan bo'ladi. Chunki bizda o'sha milliy qadriyatlar kunimiz bor, milliy festivallarimiz bor va ular ham biz kabi atlas va adreslarda, do'ppilarda yurishmoqda. Ularga ham qiziq va Navro'zni intiqlik bilan kutishmoqda. Xususan biz ham Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda 10 ta davlat bilan, ya'ni Ozarbayjon, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston qo'shni davlatlarning hamkorligida shu Navro'zga alohida tarbiyachilik ko'rmoqdamiz. Xususan Baynalmilal markaz tomonidan 14 ta viloyat hududini o'zini Navro'z burchaklarini qonimiz darbozlarni chaqirmoqdamiz. Ya'ni Navro'z o'sha 7 yoshdan to 70 yoshgacha bo'lgan qiziqarli programmalar ustida ishlar olib borilmoqda va bunda bevosita bizning chet ellik mutaxassislarimiz ham qatnashmoqda. Ularni juda ham qiziqtiradi bu bayram. Ha, albatta. Ularni aytganimdek, o'sha har bir kunimiz, har bir bizni yoshlarimizdan juda ilhom olishmoqda. Kuni kecha mana debat klubi bo'lib o'tdi. O'sha notiqlik san'ati, fikri to'g'ri yetkazib bera olishi, to'g'ri fikrlar olishi, hatto o'sha chet ellik mutaxassislarni ham lol qoldirmoqda. Va hozirgi kunda umuman yoshlarga juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Feruza, aytingchi, olimlarimiz, tarixchilarimiz, folklorshunoslarimiz bugun mana shu Navro'z borasida qanday ilmiy izlanishlar olib bormoqda? Endi Navro'z bo'yicha ilmiy ishlar hech qachon to'xtamagan desak ham bo'ladi va yanada rivojlanish bosqichiga qadam qo'ygan. Navro'z haqida va Navro'z bilan birga keladigan o'sha aqlimizga keladigan milliy o'yinlar, milliy qo'shiqlar, milliy laparlar yoki barcha qadriyatlarni, tarixiy zamirlarini o'rganish, ularni qiyoslash orqali va qadimgi manbalardagi o'sha Navro'znomalarni qaytadan kashf qilish, ularning tabdilini amalga oshirish va ularni xalqqa yetkazish uchun juda ko'p harakatlar qilingan. Masalan, yangidan yangi maqolalar yozilmoqda, jurnallarda yoki gazetalarda, ijtimoiy tarmoqlarda. Bundan tashqari onlayn jurnallar bor. Bularda ham Navro'z haqida va milliy o'yinlar haqida juda ko'p maqolalar ko'paygan. O'zim misolimda aytadigan bo'lsam, bu yil Alisher Navoiy va 21-asr mavzusida Chimkent shahrida o'zbek tili Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti bilan hamkorlikda bir katta xalqaro konferensiya o'tkazildi. Men endi bu fevral oyida edi. Men o'shanga Alisher Navoiy asarlaridagi milliy etnosport o'yinlari degan mavzuni qatnashdim shu bilan va bu yerda mana shu Navro'zda qadimdan o'ynalib kelinadigan milliy o'yinlarni Alisher Navoiy asarlarida aks etganligiga ham bir qisqacha to'xtalib o'tdim. Ya'ni aytmoqchimanki,
doimo mana shu Navro'z va uning shukuhi, u haqdagi tarixiy manbalar, u haqdagi tarixiy ma'lumotlar doimiy o'rganilib kelmoqda folklorshunos, tarixchi, adabiyotchi va boshqa soha olimlari tomonidan. Albatta, mana shu bayramga bo'lgan e'tibor, kuchli e'tibor yildan yilga mustahkamlanib bormoqda va ushbu ayyom ham yildan yilga sayqallanib bormoqda, chunki uning g'oyasi ezgulikdan iborat. Har yili u butun xalqimizni mana shu dillarni dillarga, ellarni ellarga bog'laydigan bayram sifatida ham butun xalqimiz uchun qadrli. Rahmat javoblaringiz hamda bugungi ishtirokingiz uchun. Eslatib o'taman, bu Studiya 24 edi. Suhbatdoshlarimiz Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi Feruza Jumaniyozova hamda Yangi O'zbekiston universiteti prorektori Hilola Nazirovalar bo'lishdi. Tashrifingiz uchun ham tashakkur deymiz. Rahmat. O'zbekiston 24 dan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.